Tavbaning sharti birinchisi qilingan xatolarga haqiqatdan nadomat qilish. Endi yoshlikda bo'ladida falonchi ham qilgan, men ham qilib qo'yibman. Endi o'sha kuni o'shani qilmasam bo'lmasdi, o'sha kuni achchig'im chiqarib yubordi, haqiqatda o'lmasam bo'lmasdi. Endi kattaroq pul, endi o'sha vaqtda shu qiziqib qilib qo'ydingda deydigan o'zini oqlovlar bo'lsa, u tavba bo'lmaydi. Men haqiqatdan xato qildim. Haqiqatdan nafsimning ko'yiga kirdim. Haqiqatdan shaytonga aldandim. Haqiqatdan men yomonman. Yo Alloh endi kechirgin, endi yaxshi bo'layin deb yomonlikni tan olib, xatolarni tan olib, nadomat bilan achinish kerak. Birinchi shart. Ikkinchisi, shu Alloh subhanahu va taoloning o'ziga qaytganini Allohga e'lon qilish kerak. Parvardigor qaytdim o'sha gunohdan. Uchinchisi, qaytib qilmaslikka ahd qilish kerak. Ahd va'da berish kerak. Parvardigor qaytib qilmayman. To'rtinchisi, odamlarning haqqi bo'lsa, ularni halol qilib qo'yish kerak. Agar o'sha haqlarni ado qilmasa, Allohga bo'lgan oldingi 3 ta tavba o'tmaydi. 3 bosqich, ya'ni nadomat, Allohga kechirim so'rash, qaytib qilmaslikka bo'lgan ahd o'tmaydi, bandalar bilan o'zingiz o'rtangizdagi munosabatda agar o'rtadagi rozilikni hosil qilinmasa. Yana bitta qo'shimcha, ularni yuvadigan yaxshi amal qilib qo'yish tavsiya qilinadi. Lekin yuqoridagi 3 tasi shart. To'rtinchisi odamlar bilan bo'lgan munosabatlardagi tavbaning shart. Mana shu 4 ta shart to'la ado qilinishi kerak. U hamma gunohdan birdan tavba qilinishi kerak.